topish tutishi o'rtacha bo'lgan oila, farzandlari bilan ovora bo'lgan, ularni tarbiyasi, ularni kirini yuvgan, katta bir joyini tozalagan bir odam qiynalib turib Instagramga bitta kirsa-da, bittasi hali dengizlarning bo'yida, hali kokteyllarni, mevalar bilan sevgan yori bilan bir yugurib yurgan videolarni ko'rsatsa, to'g'ri bir safar ta'sir qilmas, ikki safar ta'sir qilmas, oxiri odam manda qachon degan narsa paydo bo'lib qoladi deb. Men aytmoqchi edimki, mana shunaqa opa-singillarimizga, bizani yaqin mana shu jigarday bir vatandoshlarimizga ishonmanglar. Azizlar, bu yolg'on. Qolaverdi. O'shalarni men juda ko'pini taniyman, Lazi. To'g'ri. Ular internetda baxtli. Sizlar ulardan baxtlisizlar. Shular sizdan-da baxtsiz. Chunki tugagan joyda bo'ldi, dard boshlanadi, muammo boshlanadi. Chunki men aytamanki, baxtli inson baxtini ko'rsatish uchun vaqti bo'lmaydi. Uni u har bir daqiqadan unumli foydalanadi. Uni videoga olishga bu faqat maqtan